Tafsirim muyassar. Allah xohlagan bo'lsaydi, albatta sizlarning hammanglarni islomdan iborat birla dinda qiladi. Lekin Allah xohlagan odamni uning hidoyat topmaydiganligini bilganlik uchun o'z ozg'inligida qoldirib qo'yadi. Uni hidoyat qilmaydi. Xohlagan odamni uning hidoyatni xohlaydiganligini bilganlik uchun uni o'z fazlidan hidoyatga muvaffaq qiladi. Qiyomat kuni sizlar bu dunyoda qilgan yaxshi va yomon barliq amalinglar ustida savol so'roq qilinasizlar. Allah shuningga asosan sizlarga mukofot yoki jazo beradi. Qasminglarni bir-biringlarni aldashning vositasi qilib olmanglar. Chunki agar sizlar qasam qilib kishilarni aldasanglar, mazmut turib bo'lgandan keyin puti tiyib ketgan odamdek xotirjam hayotinglarni halokatga tashlaysizlar. Bu qilmishinglar orqali kishilarga yomon o'rnak bo'lib, ularni Allohning dinidan to'sishga sabab bo'lganliginglar uchun bu dunyoda uning jazosini tortisizlar. Oxiratda bo'lsa, cho'ng azobga qolasizlar. Dunyoning arzimas mol dunyosiga aldanib, Allohga bergan ahdinglarni buzmanglar. Agar bilsanglar, Allohning ahdiga vafo qilganlarga beradigan mukofoti sizlar uchun bu arzimas mol dunyodan albatta yaxshidir. Sizlarning ilkinglardagi mol dunyo tugab ketadi. Allohning dargohidagi mukofotlar va ne'matlar hargiz tugamaydi. Ahdiga vafo qilish qatorliq diniy majburiyatlarni ado qilish yo'lida chidamliq bo'lganlarning mukofotini qilgan amallarning eng yaxshisi bo'yicha beramiz. Ya'ni ularning eng oddiy amaligimi, eng katta amaliga beriladigan mukofotni beramiz. Mayli er bo'lsin yoki ayol bo'lsin, kimki Allohga, Allohning payg'ambariga bo'lgan iymoni mustahkam holda yaxshi amallarni qilsa, garchi uning mol dunyosi oz bo'lsa-mu, biz uni albatta eng yaxshi hayotda yashaymiz va oxiratda albatta ularning mukofotini qilgan amallarning eng yaxshisi bo'yicha beramiz. Ey mümin, agar sen Qur'on o'qimoqchi bo'lsang, Allohning rahmatidan qo'g'langan la'nati shaytonning ozdirishidan Allohga sig'inib, A'udhu billahi minash shaytonir rojim deb panoh tilegin. Sheksizki, shayton Allohga, Allohning payg'ambariga iymon etgan va har ishda Allohga tayangan kishilarga hukmronlik qilolmaydi. Shayton faqatla o'ziga itoat qilgan va bu qilmishi bilan Allohga shirik keltirgan odamga hukmronlik qila oladi. Biz bir oyatni yana bir oyatning o'rniga almashtirganimizda Alloh bandalarga qaysi vaqtda qaysi hukmning eng foydali ekanligini obdan biladi. Kofirlar: "Ey Muhammad, sen Allohning nomidan yolg'onni to'qivatsan" deydi. Undaq emas. Muhammad alayhissalom ular gumon qilgandek emas. Balki u kofirlarning to'lisi o'zlarining Rabbini va uning dinini bilmaydi. Ey payg'ambar, ularga aytqinki, Qur'onni men to'qib chiqmadim. Balki uni Jibril mu'minlarning iymonini mustahkam qilish, musulmonlarni to'g'ri yo'lga boshlash va ularga xush xabar berish uchun Alloh tarafidan elib tushdi. Biz mushriklarning Muhammadga Qur'onni bir inson o'gitib turadi deganligini bilib turibamiz. Holbuki ular Muhammad alayhissalomga Qur'onni o'rgatgan deb tuhmat qilgan odam arab emas. U arab tilini bilmaydi. Qur'on bo'lsa oshkora arab tilidagi bir kitobdir. Sheksizki, Qur'onga ishonmaydiganlarni Alloh haqiqatga yetishga muvaffaq qilmaydi. Oxiratda ularga alamlik azob bor. Yolg'onni faqat Allohning oyatlariga ishonmaydigan kofirlar to'qiydi. Ana o'shalar yolg'onchilarning dal o'zidir. Ammo Muhammad alayhissalomning yolg'on aytishi va Alloh aytmagan so'zlarni uningga mansub qilishi mumkin emas. Allohga iymon etgandan keyin iymonidan yenib olgan va kufr so'zni qilgan kofirlardan boshqasi yolg'onni to'qimaydi. Mundaqlar Allohning g'azabiga uchraydi.
Ammo qalbi iymon bilan mustahkam turib, kufr so'zni aytishga majburlanganlikdan halok bo'lib ketishdan qo'rqib, o'zining iymonidan yenib olganligini bildirgan kishilar buningdan mustasno. Lekin kimki kufr so'zni ko'nglidan aytadigan, mundaqlar Allohning qattiq g'azabiga uchraydi. Ularga oxiratda qattiq azob bor. Bu ularning dunyo tirikchiligini oxiratdan ortiq ko'rganligi uchundir. Sheksizki Alloh kofirlarni hidoyat qilmaydi. Ularni haqiqatga va to'g'riliqqa yetaklamaydi. Ani shular Alloh dillarini kufrlikqa va dunyolikni oxiratlikdan afzal ko'rishga pechatlayotgan kishilardir. Shunga ularning diliga hidoyatning nuri kirmaydi. Alloh ularning quloqlarini haq so'zni anglamaydigan qilib qo'ygan bo'lib, shunga ular Qur'on oyatlarini haqqoniy maydonda turib anglamaydi. Allah ularning ko'zlarini ko'r qilib etgan bo'lib, shunga ular Allohning bir ekanligiga dalolat qiladigan koinot dalillarini ko'rmaydi. Ani shular oxiratda o'zlariga tayyorlangan azobdan g'aflatdadir. Shek shubhisizki ular oxiratda cho'qim ziyon tortquchilardir. Chunki ular umrini o'zlariga azob elib keladigan ishlarga sarf qilgan odamlardir. Ondan ey payg'ambar, haqiqatan Rabbing Makkada mushriklar iymondan yondirish uchun qattiq azoblagandan keyin qalbi iymonda mustahkam turgan holda kufr so'zni og'zaki aytib qo'ygan. Ondan ulardan qutulib Madinaga hijrat qilgan. Ondan Alloh yo'lida jihad qilgan va diniy majburiyatlarni ado qilishda chidamliq bo'lgan kishilarning tavbasini qabul qilguchidir. Ularning gunohlarini mag'firat qilguchidir va ularga nihoyat mehribondir. Tafsirim muyassar. Bir guruhi o'dmalar nashrga tayyorlagan. Tarjima qilguvchi Muhammad Yusuf Muhammad Tursun. Muharrir Abdurrahim Davlat. Korrektor Abdulaziz Aqhun. 2020-yili yanvar 1-nashri. Teklimakan Uyg'ur nashriyoti tarafidan nashr qilingan. Mikrofon oldida İmran Abdug'ani Sadai. Bu asar avlod detallarida tarqitildi.